Assalomu alaykum. Bodring tuzlab solyonni qilamiz. Ikki tarafini olamiz. Mana shunday qilib bankaga solib olamiz. 2 kunda tayyor bo'ladi. 2 kunda tayyor bo'ladi. Mana shu holatda qilamiz. Ikki tarafini olib, o'rtasidan bo'lamiz. Bo'lib turib, yaxshilab ichiga qo'yamiz. Ikkita tarafini olish shart. Tuzi oralariga kirib, yaxshi bo'lib tuzlanadi. Keyin bir qoshiq shuncha tuz solamiz shakar qoshiqida. Mana. Keyin bunga suv quyamiz. Stakanda 1 stakan suv quyamiz. Bir yarim stakan to'lmadi-da. 1,5 stakan suv quyamiz. Endi buni krishkasini yopib qo'yamiz. 2 kunda tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan holatini ko'rsatib, yeb ko'ramiz. Mana shuni olamiz. 2 kunda zo'r solyonni bo'lib qoladi. Salomat bo'linglar. Sizlar ham qilib ko'ringlar.